boy bo'lsang bo'lmaydi deb bizga sovet davrida sovetcha anaqa tafakkur qolib ketganda. Chunki boy bo'lsang tekshiradi, surgun qilib yuboradi, boylik yaxshi emas, kassadan lishniy pul chiqsa bo'ldi, qamab yuboradi, oldin yomon shunaqa kuchli bo'lganda. Lekin unaqa emas aslida. Chunki boy insonni o'sha imkoniyatlari ko'proq bo'ladi. Kasal bo'lishi bor, ota-onaga rasxod bor, farzandlariga rasxod bor, ta'minot bor, har kunlik yeb ichish, yashash bor. Har bitta narsaga pul kerak. Pul bu yaxshi yashash uchun kerak bo'ladigan instrument. Pul baxt olib keladi. Baxt olib kelmaydi deb ham mana shu narsalarda juda ko'p aytishadi, lekin unaqa emas. Chunki puli yo'q inson kerak bo'lsa betob bo'lib qolsa, davolanishiga pul topolmay qoladi. Ota-onasiga qarolmay qoladi. Shu orqali kambag'allik orqali juda qiynalayotganlar juda ko'pda. Oldin shunaqa bo'lgan, bizda shunaqa noto'g'ri fikrdan hozirgi kungacha ham ko'p puling bo'lsa yaxshi emas deyshadi. Unaqa emas. Ko'p pul bo'lgan insonning imkoniyati ko'p bo'ladi, ko'proq yaxshilik qila oladi, farzandlarini o'qishiga, ta'limiga, ilmiga, ta'minotiga yaxshiroq pul sarflab, ularni rivojlanishi uchun ham, undan tashqari ehson qilsa bo'ladi. O'sha beva bechara, yetim, yesir, miskinlarga ko'proq berib, ko'proq anaqa savobga ega bo'lsa ham bo'ladi. Chunki Allohning va'dasi bor. Birni bersang, kamida 10ni beraman degan Allohning va'dasi ham bor. O'shaning uchun boylikni noto'g'ri yo'lda ishlatish yomon, boylik orttirib, to'g'ri yo'lda sarf qilish bu juda ham foydali deb bilaman.